Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob 12-dars 3-qism 12-dars mashqlar ichida kelgan qoidalar. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq iqro va kitub. O'qi va yoz. Kayfa haluka ya abi? Ey otam, sizning holingiz qanday? Kayfa haluki ya ummi? Ey onam, sizning holingiz qanday? Ayna ibnuki ya Zaynabu? Ey Zaynab, sening o'g'ling qayerda? Zahaba ilal masjidi. Masjidga ketdi. Ayna bintuki ya Aminatu? Ey Omina, sening qizing qayerda? Zahabat ilal madrasati. Madrasaga ketdi. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Bu chiroyli soat kimniki? Ahiya laki ya Fatimatu? Ey Fatima, u senikimi? Naam, hiya li. Ha, u meniki. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? Ey Muhammad, bu sening qalamingmi? La, hadha qalamuka anta. Yo'q, bu sening o'zingning qalaming. Bu jumlada anta ta'kid bo'lib kelgan. Ta'kid u ta'kidlanuvchini kuchaytirib quvvatlab keladi. Ya'ni qachon ta'kidlanadi? Qachonki sizning gapingizni eshitayotgan shaxs sizning gapingizga ikkilansa, bu aytgan gaplari to'g'rimi yoki noto'g'rimi deb shubhalansa, uning shubhasini ketkazishlik uchun va gapingizni to'g'ri ekanligini kuchaytirib quvvatlab keladi. Bu misolda ahadha qalamuka ya Muhammadu? Ey Muhammad, bu sening qalamingmi deb o'zi sotib olgan, o'zi egalik qilgan, bir qancha haftalar va bir qancha oylar muddatida ishlatib kelgan o'zining qalamini tanimay, o'zini qalami haqida ikkilanib, bu mening qalamimmi yoki Muhammadning qalamimi deb shubhalanmoqda. Shuning uchun ham bu sening qalamingmi ey Muhammad deb so'ramoqda. Endi javob beruvchi Muhammad unga la hadha qalamuka deb to'xtab, yo'q, bu seni qalaming deb to'xtab ta'kidni keltirmasa, u shubhalanishida va ikkilanishida davom etaveradi. Uni shubhasini ketkazish uchun zamir muttasil ka sening so'zini ta'kidlash lozim va shuning uchun ham la hadha qalamuka anta, yo'q, bu sening o'zingning qalaming deb ta'kidni keltirmoqda. Demak, ta'kid u ta'kidlanuvchi, ya'ni bu yerda zamir muttasilga ta'kidlanuvchini kuchaytirib va quvvatlab anta ta'kid kelmoqda. Tilka sayyaratul jamilatu allati kharajatil ana min al madrasati lil mudiri. Hozir madrasadan chiqqan anavi chiroyli mashina mudirniki. A anta muhandisun ya akhi? Ey birodarim, sen muhandismisan? La, ana tabibun. Yo'q, men tabibman. A anti tabibatun ya ukhti? Ey singlim yoki ey opam, sen tabibamisan? La, ana mudarrisatun. Yo'q, men mudarrisaman. 66-betda kelgan 3 va 4 mashqlar. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal fikr yurit, mulohaza qil, ta'ammul qil degani, ma yali birgalikda quyidagilar degani. Ta'ammal ma yali quyidagilarga fikr yurit, mulohaza qil. Jalasat at-talibatu. Jalasat so'zining oxiri ta sukunlik va undan keyin alif lom kelmoqda. Ya'ni ikkita sukun bir yerda yo'liqmoqda. At-talibatu ning alif lomi alif hamza vasliya gapning orasida kelsa talaffuz qilinmaydi. Lom esa lomdan keyin shamsiy harf kelganligi bois lom shamsiy harfga idg'om qilingan. Atto ikkita harfdan tuzilib, avvalgisi sukunlik to, keyingisi fathalik. Demak, ikki sukun bir yerda yo'liqib kelmoqda. Arab tili fasohat til. Fasohat til bo'lishlik uchun tilga yengil va tilga qulay bo'lishi lozim. Ikki sukunlik harf bir joyda yo'liqib qolishi tilni tutilishligiga sabab bo'ladi. Talaffuz qilishlikka noqulay bo'ladi. Shu noqulaylikni ko'tarishlik uchun, fasohatga muvofiq kelishi uchun bir joyda kelib qolgan ikki sukunlik harfga avvalgisiga harakat berib, ulab tilga yengillik qilinadi. Ikki sukun bir joyda yo'liqib qolsa, birinchi sukunlik harfga
kasra harakati beriladi va keyingi harfga ulanib o'qiladi. Masalan, jalasat sukun keldi, undan keyin at-tolibatu alif lomlik ism keldi. Demak, avvalgi sukun taga kasra harakatini berib, keyingisiga ulab jalasati tolibatu deb o'qiladi. Ammo min harfi jardan keyin sukun kelsa yoki min harfi jardan keyin alif lomlik ism kelsa, min harfi jarning nuniga fatha harakati beriladi. Bu harfi jar minga taalluqli bo'lgan qoida. Masalan, xarajtu min al-bayti. Harfi jar min, undan keyin alif lomlik so'z kelmoqda. Demak, ikki sukun bir yerga yo'liqdi. Harfi jar minning nuniga fatha harakatini berib ulab o'qiymiz. Xarajtu min al-bayti deb. Demak, ikki sukun bir joyda yo'liqib qolsa yoki sukunlik harfdan keyin alif lomlik so'z kelsa, unga kasra berib ulab o'qiymiz. Ammo ayni min harfi jardan keyin alif lomlik so'z kelsa yoki sukunlik so'z kelsa, min harfi jarga fatha harakatini berib ulab o'qiladi. 3-mashq orqali yuqorida o'tilgan qoidalarni tatbiq qilamiz. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. أنث مؤنث قل، مؤنث كأيلانتر. الفاعل فاعل ish harakat bajaruvchisi, fathani qo'shimchasi, fi da kulli har bir, min dan qo'shimchasi, al jumali jumlalar, al atiyati quyidagi. Annisil fa'ila fi kullin min al jumal al atiyati. Quyidagi jumlalardan har birida fa'ilni muannasga aylantir demoqda. Masalan, xaraja Muhammadun min al bayti. Muhammad uydan chiqdi. Xaraja fe'li mozi, Muhammadun fa'ili. Endi fa'ilni muannasga aylantirgandan keyin o'z-o'zidan ish harakat ham muannas siyg'asiga o'tadi. Xarajat Aminatu minal bayti. Amina uydan chiqdi. Xarajat fe'li mozi, Aminatu shu ish harakatning bajarguvchisi, fa'ili. Ikki misolda min harfi jar kelmoqda, sukunlik, undan keyin alif lomlik so'z kelmoqda. Demak, ikki sukun bir joyga yo'liqdi. Min harfi jarning oxiridagi sukunga fatha harakatini berib ulab o'qiymiz, minal bayti deb. Keyingi misolda ham xuddi shunday. Xarajat Aminatu minal bayti. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Mudarris sinfga ketdi. Zahaba fe'li mozi, al mudarrisu ish harakatning bajaruvchisi, fa'ili. Demak, fe'l va fa'ilni muannasga aylantirsak, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Mudarrisa sinfga ketdi. Zahabat fe'li mozi, al mudarrisatu ish harakatning bajarguvchisi, fa'ilidir. Zahabat oxiri sukunlik bo'lgan, sukunlik harf alif lom bilan boshlangan so'zga yo'liqqanligi uchun avvalgi sukunlik harfga kasra harakatini berib ulab o'qiymiz. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli deb. Zahaba abi ilal mustashfa. Otam kasalxonaga ketdi. Zahaba mozi fe'li, abi fa'ili. Zahabat ummi ilal mustashfa. Onam kasalxonaga ketdi. Zahabat fe'li mozi, ummi fa'ili. Jalasa tolibu fil fasli. Talaba sinfda o'tirdi. Jalasa fe'li mozi, at-tolibu uning fa'ili. Fe'l va fa'ilni muannasga aylantirsak, jalasati tolibatu fil fasli. Toliba sinfda o'tirdi. Jalasat fe'li mozi, at-tolibatu uning fa'ili. Jalasat oxiri sukunlik bo'lgan va alif lomlik so'zga yo'liqqanligi uchun kasr harakatini berib ulab o'qiymiz. Jalasati tolibatu fil fasli deb. Xaraja axi minal bayti. Akam sinfdan chiqdi. Xaraja fe'li mozi, axi ish harakatning bajarguvchisi. Min harfi jar o'zidan keyin alif lom bilan boshlangan so'zga yo'liqqanligi uchun min harfi jarga fatha harakatini berib ulab o'qiymiz, minal bayti deb. Xarajat uxti minal bayti. Opam yoki singlim uydan chiqdi. Xarajat fe'li mozi, uxti fa'ili. Minal bayti, min harfi jar o'zidan keyin alif lom bilan boshlangan so'zga yo'liqqanligi uchun min harfi jarning sukunini o'rniga fatha harakatini berib ulab o'qiymiz, minal bayti deb.
Shu bilan bugungi dars nihoyasiga yetdi. Bugungi darsda 3 ta qoidani o'tdik. Birinchisi ta'kid u eshituvchi va tinglovchining taraddudi, ikkilanishligini ketkazishlik uchun ta'kid gapingizni kuchaytirib, quvvatlab keltiriladi. Ikkinchi qoidamiz ikki sukunlik harf bir joyda yo'liqib qolsa, avvalgi sukunlik harfga kasra harakati berib, keyingi so'zga ulab o'qiladi. Jalasati tolibatu kabi. Ammo min harfi jardan keyin aliflomlik so'z boshlansa yoki sukunga yo'liqsa, min harfi jarga fatha harakati berib ulab o'qiladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.